Vokzal hududidan bitta 3 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizni kuzatib boruvchilar. Xo'p, kirish qismimiz. Kirganimizda koridorimiz bo'lyapti. Chiroyli kafelar qilingan. Bu yerda shkaflar o'rnatilgan, xonalar alohida-alohida. Ya'ni oshxona, kattalar yotoqxonasi, mehmonxona, bolalar yotoqxonasi va sanuzullar alohida-alohida bo'lyapti. Sifatli vaqtida chiroyli remont qilgan, rasulskiy eshiklar qo'yilgan, sifatli laminatlar qilingan. Buni qilgan odam biladi. Xo'p, planirovkalarni ko'rsatib o'taman. Alohida vannalik sanuzol bo'lyapti. Uyimiz полностью теплый pol, isitish tizimi. Bu yerda alohida hojatxona. Bolalarimiz uchun bitta yotoqxona, bu yerda ham deraza mavjud. Полноценный dubayskiy mebellar qo'yilgan. Mebellari qoladi. Kuxnyamizni ko'rsatib o'tay. Bu yer stalovoy bo'lyapti. Bu yerda kafel qilganlar. Xolodilnik, shkaflar qilingan va bu yerda esa alohida oshxona zonasi, kattagina keng. Isitish tizimi двухконтурный котел, bu yer ham kafel qilingan, полностью теплый pol qilingan. Va родительский spalni bo'lyapti. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin, barcha qulayliklar bor. Konditsioner ham mavjud. Va ajoyib katta mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham kvadratni, kattagina, приблизительно 5,5 ga 7 metr bo'lyapti. Ajoyib hajmdagi katta televizor, 65 lik. Mebellari qoladi, gilamlar qoladi va dubayskiy stenka qo'yganlar, bu ham qoladi. Samarqand shahar, Tetvo ko'chasi, ya'ni vokzal hududi, buyuk supermarketda yonida 3 xonalik 3-qavatda 95 metr kvadratdan iborat bo'lgan. Narxini biz 10 ming edi, narxini biz 5 mingga tushirdik. Yana ozgina kelishtirib beraman deyaptilar. Kadastr hujjatlari bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqa qilinglar. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like bo'lsa, podpiska bosish esdan chiqmasin.